Milletining kelgusi uchun yo'lga chiqqan ikki Uyg'ur yigit. Yaqinqi kunlardan buyon ijtimoiy taratqularda Subat va Abdurahmon ismli ikki Uyg'ur yigitining ilm ma'rifat yo'lida ko'rsatgan ajoyib tirishchanliklari va ularning Uyg'urlarning kelgusi uchun tikilgan ulug' g'oyalar haqidagi uchurlar bas-basda tarqaldi. Turkiyada Uyg'urlarning kelgusi ixtisosli xodimlarini yetishtirish maqsadida jon kuydirayotgan Sarxillar ma'arifining o'quvchilaridan Subat Ahmad va Abdurahmon Umid bu yil Angliyaning Exeter universitetidan qabul qilish chaqiriqi topshirib olgan bo'lib, bu universitet Angliyadan emas, dunyo bo'yicha eng yaxshi oliy maktablarning biri hisoblanadi. Aldınqı yili Sarxillar ma'arifi o'quvchisi Bilal mushu universitetga o'tgan bo'lib, Xalqaro ma'arif instituti tarqatgan Odessa o'qish mukofotiga erishib, mushu maktabda o'qishni davom qilyotdi. Uning aldınqı yili yana Sarxillar ma'arifi birinchi qaror o'quvchisi Maysaramu mushu Odessa o'qish mukofotiga erishib, Angliyaning Ravensbourne universitetida o'qish fursatiga erishgan edi. Afsuski, Odessa o'qish mukofoti bu yil tarqatilmaganlik uchun o'z tirishchanliklari bilan xalqaroliq ingliz tili saviyasi sinash imtihonlaridan yuqori nomer olib, universitetga kirish shartlarini to'liq qanoatlantirib, Exeter universitetidan chaqiriq topshirib olgan Subat Ahmad va Abdurahmon Umid bu maktabda 30 ming funt sterling atrofida o'qish pulini o'zlari to'lab o'qishga majbur bo'lib turmoqda. 30 ming funt sterling Türkiye'de yaşayotgan nihayet tirishchan va aqlliq bu iki Uyg'ur yosh uchun az pul emas. Ko'plagan Uyg'urlar bu iki yoshning shu qadar buyuk orzulari shu pul sababli suvga chilishib ketarmi deb tit bo'lmoqda. Subat Ahmad Sarxillar ma'arifining ikkinchi qaror o'quvchisi bo'lib, u Exeter universitetidan boshqa yana u iltimos sungan 5 maktabning 4idan chaqiriq topshirib olgan. Subat Uyg'urlar uchun fizika olimi bo'lishni ko'ngli pukkan talant egasi bo'lib, uning olamshumul yangilik yaratish orzusi intayin kuchli. U oldingi 3 yil ichida 3 qitim orqama-orqa xalqaroliq o'rta maktab o'quvchilarining o'ziga jang e'lon qilish musobaqasiga qatnashib, fizikadagi yuqori saviyalik mazmunlarni ingliz tilida tushuntirib, zo'r ta'sir qo'zg'agan edi. Subat kichik yoshida Turkiyaga opsi va hadisi bilan kelgan bo'lib, dadasi vatanda Xitoy turmusida yotmoqda ekan. Subatning opsi uningga ham ona, ham dada bo'lib, dün ig'irchiliklarni ko'tarib kelgan. Shundaqla Subatning hadisini tirishib oliy maktabda o'qitib o'tmoqda. Abdurahmon Umid bo'lsa, Turkiyadagi to'liq o'tirg'i o'rlash imtihonida aliyul a'lo bo'lgan va Umid mukofotiga erishgan. Hamda shu yili Sarxillar ma'arifining birinchi qaror o'quvchisi bo'lib qabul qilingan. U intayin aqlliq va tirishchan o'quvchi bo'lib, intayin g'ururliq, ko'ngli pukkan nishonini cho'qim amalga oshiradigan jasur bir Uyg'ur yigiti. U bu yil Uyg'ur Akademiyasi tarafidan o'rinlashtirilgan ona tilda nutq so'zlash musobaqasida sun'iy aql va uning kelajagi degan temada nutq so'zlab tomoshabinlarning va baholovchilarning yuqori bahosiga erishib, 2 darajalik mukofotga erishgan edi. Abdurahmon sun'iy aql sohasida o'qimoqchi va bu sohada eng oldingi qatordagi tadqiqotchilardan bo'lib, eng kuchli sun'iy aql modeli yasab chiqib, Uyg'urlarga vakillik qilmoqchi. Bir millatning o'zini saqlab qilishi va erkinligini qo'lga keltirishi ma'arifsiz ishga oshmaydi. Ixtisos egalarini yetishtirish va ma'arif uchun to'hfa qo'shish Uyg'ur uchun, vatan uchun qilingan har qanday amalning eng oldingi qatorida turdi. O'z qarindoshlari uchun emas, qiyinchilik uchirgan har qanday bir insonga qo'lini ichib kelgan saxovatli xalqimiz bu ikki Uyg'ur yoshning tunji yillik o'qish va turmush xarajati uchun dunyoning taraf-taraflaridan iyona qilmoqda. Biz Uyg'ur axborot markazi nomidan muhojiratdagi qarindoshlarimizni Uyg'urlarning kelgusi uchun belini bog'lagan bu ikki Uyg'ur azimatning o'qish qiyinchiligini birlikda hal qilishga chaqiramiz. Biz shuningga ishonamizki, bilimga intilganlik amaliyotda erkinlikka intilganlik bo'ladi. Bilim ilishni qo'llaganlik erkinlik uchun kurash qilishni qo'llaganlik bo'ladi.